Dori nomini bilish boshqa, uni ishlatishni bilish boshqa. Ba'zi ota-onalarda noroziliklarga eshitib qolamiz, dori yozib bersak. Bu dorilarni o'zim bilardim. Bu dorilarda hamma biladigan dori yozib berdingiz-ku degan norozilik bo'ladi. Shunga yana konsultatsiya to'layman boshqa. Aziz ota-onalar, bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Dori nomini bilish boshqa, uni ishlatishni bilish boshqa. Siz bolangizni holatidan kelib chiqib, o'sha dorini dozasini kam berib qo'ysangiz, u ta'sir qilmaydi. Ortiqcha berib yuborsangiz, uni bolangga zaharli ta'sir qiladi. Shuning uchun doktor yozib berdimi, o'shani iltimos to'g'ri qabul qilish kerak. Men bilardim, buni qilardim. Shuning uchun doktor 10 yil umrini sarflagan, o'qigan. Da siz bilgan narsani yozganlar, lekin siz bilmagan narsani ham u sezishi mumkin. U shuni hisobga olishi mumkin. Siz chala qilishingiz mumkin. Dori nomini bildingiz degani, uni qanday dozada, qachon, qaysi birini tanlab berish kerak, buni bilasiz degani emas. Shu narsani iltimos ota-onalar to'g'ri tushuninglar.